Kotelnik, ya'ni isitish qozonxonasiga xarajatlar kattalashib ketayotgan bo'lsa, ularni montaj qilish uchun juda ham ko'p joy egallayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam eng asosiysi isitish tizimingiz yaxshi samara bermayotgan bo'lsa, bizda bu muammolaringiz barchasi uchun bitta zo'r yechim bor. Sizlar ko'rib turgan bu qurilma Multimix, ya'ni zamonaviy isitish tizimlari uchun innovatsion boshqaruv moduli bo'lib, bir vaqtning o'zida ham radiator va shu bilan birgalikda iliq polni boshqarish, ya'ni nazorat qilish imkonini beradi. Bundan tashqari har ikkala tizimda istalgan harorat rejimini saqlagan holatda bemalol ishlab bera oladi. Multimix tarkibida siz alohida o'rnatishingiz kerak bo'lgan eng muhim komponentlar joylangan. Bu esa sizga quyidagi qulayliklarni beradi. Eng birinchi navbatda joyni tejaydi. Montajni tez va soddalashtiradi. Kotelnik, ya'ni isitish qozonxonasini ko'rinishini tartibli qiladi. Tarkibidagi komponentlari quyma va eng asosiysi deyarli inson faktorsiz robotlar yordamida tayyorlangan Multimix sizga maksimal qulaylik, tejamkorlik va issiqlik nazoratini keyingi bosqichga olib chiqishga yordam beradi. Agarda sizlarni xonadonlaringizda, ko'p qavatli turar joy majmualari, ofis binolari va boshqa turdagi obyektlarga montaj uchun yoki bo'lmasam B2B, ya'ni biz bilan hamkorlik qilib sotish uchun bu mahsulotimizni olmoqchi bo'lsanglar, hozirda bizda sotuvda 2 ta falligi va 3 ta falligi sotuvda mavjud va bundan tashqari buni yana bitta zo'r qulayligi bor. Agar sizlarga 2 ta falli va 3 ta falli ham kamlik qiladigan bo'lsa, buni xuddi konstruksiya kabi yoniga yana qo'shimcha fallarni ulab ketsanglar bo'ladi. Bu mahsulotlarimizni narxlarini bilish, buyurtma berish yoki yanada ko'proq ma'lumot olish istasanglar, izohda plus belgisini qoldirsanglar, biz o'zimiz sizlarga to'liq ma'lumot beramiz.